Harakatingiz uchun javobgarlikni o'z zimmangizga oling. Bir omadsiz odam omadli odamdan so'radi: "Men doim omadsizman. Nima deb o'ylaysiz, nimaga?" Bunga javoban omadli odam so'radi: "Nimada omadingiz yo'q?" "Ha, hamma narsada", deb javob berdi mag'lub. "Masalan, kecha men ishga kech qoldim. Xo'jayindan tanbeh va jarima oldim." "Nega kechikdingiz?" so'radi omadli odam. "Chunki kecha ishga ketayotganda kutilmaganda tirbandlik yuzaga keldi va men unda tiqilib qoldim", deb javob berdi mag'lub. Va qo'shib qo'ydi: "Lekin bu meni aybim emas." "Tushundim", dedi muvaffaqiyatli odam. "Yana nimada omadsizligingiz yo'q?" Mag'lub o'ylanib dedi: "Xo'sh, yaqinda mashinamni halokatga uchratdim." "Nima uchun avtohalokat bo'ldi deb o'ylaysiz?" so'radi omadli odam. "Chunki yo'l sirpanchiq edi." "Va yana, bu mening aybim emas. Men har doimgidek omadsiz edim. To'satdan sovuq bo'lishini va yo'llar muzlashini bilmasdim-ku." "Tushunarli", dedi omadli odam. "Yana nimada omadsizligingiz yo'q?" "Oilaviy hayotda ham omadim yo'q. Chunki mening xotinim hamisha qichqiradi." "Va bu sizni aybingiz emas-a?" "Albatta, bu meni aybim emas. Xotinimni xulq-atvori yomon bo'lsa, meni aybim bormi?" "Hammasi aniq", dedi muvaffaqiyatli odam, tashxis qo'ygan shifokor kabi. "Sizga nima aniq?" so'radi mag'lub. "Ko'rinib turibdi, siz o'zingizni muvaffaqiyatsizligingizni birinchi navbatda vaziyatga, boshqalarni ayblashga muvaffaqsiz. Shuning uchun siz o'zingizni yaxshilashga, o'zingiz ustingizda ishlashga intilishingiz kerak. Va siz o'zingizni harakatlaringiz uchun javobgarlikni o'z zimmangizga olmagunizcha, boshqalarga topshirgunizcha siz hech qachon omadli bo'lmaysiz.